Astagfirullah. O'rtog'im shunday qaradi menga. Tinchlikmi o'rtoq, mayda qadamlab qopsan dedi. U mendan shubhalanishni boshladi. Ya o'rtoq, o'zim shunaqa dedim-da, keyin bitta kafeni oldida tushib qoldi. Ey, bitta kafeni oldida shuna tushib qoldi. Men mashinani qo'yib poyladim-ku buni. Dan. Qani kim bilan ko'rishar ekan? Endi ishoning aka, shunaqangi qassob keldi. Kalta yubka kiygan qassobni ko'rganmisizlar? Sochlar uzun, lablar botoks qilingan, qaddi qomatlar dahshat, shunaqangi qassob endi. Voy, kinolarda ham yo'q aka. Men Nurul aka, siz dunyo ko'rgan insonsiz akajon. Siz ham ko'rmagansiz unaqasini, to'g'risi bor-ku. Shunaqangi endi rassomlar ham chiza olmaydi. U qassobga qarab, men u qassobni qo'lida jon bergilarim kelyapti. Kushxonasiga olib borib pichoqsiz so'ysa ham roziman-da.